Yangi Toshkent hududiga joylashgan 2 sotikli joyimizni sizlarga hozir ko'rsatib o'taman. Joyimiz Yuqori Chirchiq tumani Bolta mahallasi. Hozir Yangi Toshkent hududi hisoblanadi. Bu joylarda gaz, svet, suv hammasi zo'r, problema yo'q. Mana ko'rib turgan katta yo'llarni bu chap taraf bu yoqqa ketganda Yangi O'zbekiston bog'i, где-то Yangi O'zbekiston bog'i chiqqan Tabrasga choraha где-то 1 kilometrda joylashgan. Bu tarafga, o'ng tarafga ketganimizda rohat posti bu tarafda. Mana yo'ldan 50 metr kirilyapti. Bu yoqda mana bunaqa mahalla bor. Ko'rishingiz mumkin. Mana shu mahalladan kirganda kichkinagan, bu ham bir 30-40 metrga joylashgan. Shu joyda mana 2 sotikli uyimiz. Hozir ichlarini birga ko'rib chiqamiz. Mana shu ko'rib turgan hovlilar travertin qilingan, tunikapon qilingan, sokol, darvozalar hammasi qo'yilgan. Kalitkadan kirib boramiz. Hozir hamma sharoitlarni ko'rishingiz mumkin. Uy mana chiroyli qilib qolingan. Ikkita mashinaga, tapchanga bemalol joy bor. Bu tarafimizda hojatxona, yonida yana bitta dushovoymi, nimadir qilib borsa bo'ladi. Mana bu yerda gaz chiqazib qo'yilgan, letniy kuxnya uchun joy. Endi uy ichiga kiramiz. Uy ichida xonalar yetarlicha. Mana shunday kirganimizda ikkita eshik. Biriga kirsak, katta qilib oshxona ham o'tirib, shu yerda ovqatlanib, choy ichib, mana hovliga qaragan romlari bor. Kattagina, yangi ta'mirlangan. Endi yonimizga xonaga kiramiz. Bu xonadan kirganda bu yerda уже koridor. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda уже xonalar boshlanadi. Sanuzel, spalni, yana bitta spalni, yana bitta spalni. Kattagina zalni ko'rishingiz mumkin. Oynalari hovliga qaralgan. Spalni. Detskiy spalni desa bo'ladi. Oynalar ochiladi, havo aylanadi. Orqada balkon bor. Yangi eshiklar, laminat. Bu yerda yana kichkinagina spalni bor, yana bitta detskiyga. Dushovoyimiz oldida samo собой уже kattalarning spalnisi. Kattalar uchun spalni va dushovoy. Kafillar terib qo'yilgan, santexnika ishlari qilib qo'yilgan. Orqa tarafda balkon. Havo aylanadi. Zo'r, yoriq. Yomg'ir tushmaydi. Yaxshi qilingan. Joyimiz 2 sotikli joyga hamma sharoiti bilan joylashtirilgan, yaxshi remont qilingan. Eslatib o'tamiz, manzilda Yangi Toshkent Bolta mahallasida gaz, svet, suv hamma sharoiti bor. Pastga raqam qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqinglar. Obuna bo'lishni unutmanglar. Hali zo'r uchastkalar uyga qo'yib boramiz.